Navoiy shon-shuhratni aynan so'zi bilan qurgan, lekin ta'siri she'r bilan tugamagan ulkan siymo. U bir vaqtning o'zida shoir ham bo'lgan, davlatning eng og'ir mas'uliyatini ham ko'targan. Navoiy 15 yoshidayoq shoir sifatida keng tanilgan. O'sha davrda bunday yoshda keng tanilish degani iste'dodning shunchaki porlashi emas, butun muhitni o'zgartirib yuboradigan hodisa. Mavlono Lutfiy Navoiyning bir g'azalini eshitib, 12 ming baytimni shu g'azalga almashtirardim degan mazmunda e'tirof qilgan. Bu gap yosh shoirning iste'dodi o'sha zamonning eng kuchli mezonidan o'tganini bildiradigan aql bovar qilmas dalil. U turkiyda Navoiy, forsiyda esa foniy taxallusi bilan ijod qilgan. Bu bitta ijodkor ikki adabiy muhitda ham o'z ovozini topganini bildiradi. Bunday daraja esa har kimga ham nasib etmagan. Navoiy Samarqandda 1465-yildan 1469-yil oxirigacha yashab, ilmiy muhitda yanada pishgan va davlat ishlarida ham tajriba orttirgan. Eng qiziq joyi, Samarqanddagi siyosiy davlat faoliyati yuqori baholanib, unga Chig'atoy amiri unvoni berilgan. 1469-yilda Navoiy muhrdorlikka tayinlangan, ya'ni davlatning eng nozik hujjatlari va qarorlari bevosita uning qo'lidan o'tgan. Bu ijodkor uchun nihoyatda yuqori siyosiy mas'uliyat, bir xato butun saroy tarkibiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan daraja. 1472-yilda Navoiy saroy bosh vaziri darajasiga ko'tarilib, Amiri Kabir unvonini olgani aytiladi. Shoir bo'lib turib davlatning eng yuqori boshqaruv nuqtasiga chiqish bu iste'doddan ham yuqori. Bu ishonch, ta'sir va mas'uliyatning cho'qqisi. Navoiy o'z mablag'i hisobidan Hirot va boshqa shaharlarda bir necha madrasa, 40 ta rabot, 17 ta masjid, 10 ta xonaqoh, 9 ta hammom, 9 ta ko'prik va 20 ga yaqin hovuz qurgan yoki ta'mirlattirgan. Bu raqamlar oddiy xayriya emas. Bu bitta insonning shaharlarni o'zgartirgan real miqyosidir. Navoiy 1483-1485-yillarda Hamsani yaratgan. 5 dostonning 3 yil ichida yakunlash oddiy tezlik emas. Bu ilhom keldi degan gapdan ham kattaroq. Bu temir intizom va ulkan badiiy quvvat. Badoiul Bidoya devonida 777 g'azal borligi qayd etiladi. Bitta devonning o'zi shunchalik katta bo'lsa, Navoiyning ijodiy ko'lami qanchalik keng bo'lganini o'zingiz tasavvur qiling. Navoiy haqida eng hayratlanarlisi shuki, u so'zi bilan shon-shuhrat qurgan, amali bilan esa shaharlar va siyosat yukini ko'targan. Agar Navoiyning hayotidagi eng keskin burilishlar va asarlaridagi sirli ramzlar haqida ham davomiy faktlarni bilishni xohlasangiz, kutubxonamizga albatta keling.